Assalomu alaykum do'stlar. Men Buloqchan bo'laman. Bugun vaqt chiqarib darsning davomini ishlab o'tiribmiz. Darsimizdan davomimiz o'taversak. Oldin qatim biz mau yin yung turdagi ixtirolarni tushib o'tgan. Bu qatim so'zlamoqchi bo'lamiz yin yung, ya'ni qo'llanishchan programmalar turi. Biz bu turda asosan mashg'ulot qilganimiz shu munbarga har xil qisturmalarni qarshılash ustida bo'ldi. Biz oldi bilan qisturmalarni shu bekatga yo'llaymiz, bekatga yo'llaymiz. Yo'llab bo'lgandan keyin, undan keyin buni qachlab, tanishib, boshqa ko'rinsak bo'ldi. Ammo qisturma qachlashni biz ayrim so'zlaydigan bo'lganligimiz uchun bu to'g'ri ko'p to'xtalib o'tmayli. Yoki turdoshlar o'ziga loyiq bir qisturma lozim bo'lsa, mana xo'chi, g'ingdo, chajan, ya'ni ko'p qisturma tepe degan motorni bassak, bu vosita diskazning birininki organ betiga ulanib, bo'rin narxil qisturmalarni izlab topa oladi. Turdoshlar mushurunda narxil qisturmalarni, masalan, narxil uslublar tushirib, ishlatib sinab ko'rsa bo'ldi. Masalan, biz buni hisobdan qaytaradigan bir qurolni izlab boqaylik to'g'risida. Masalan, izlab baqsaq, mana Toulouse doirama 4-5 xil qisturmalar chiqdi. Ma'ularning hammasi haqli qisturmalar ekan. Undan keyin bir saxsiz, masalan, bir Toulouse degan qisturmani bosgandan keyin, ma'lumotdan Anjong degan qisturmani turini besib bevosita bu qisturmalar o'rnatildi betimizga. Ma'usulni qo'llansak-mu, bo'ldi. Endi keyingi mazmunga deb kelsak, keyingi tur gongji, ya'ni qurol turi. Buningda eng bekatdan ko'p ishlatiladigan turning birisi shu. Bu yerda gongji degan nima desa, do'stlar ma'lumotga qarshi bo'ldi. Mana sandan yangilash, ondan keyin moban, ya'ni qilib usturmalarni yangilash, ondan keyin DIY bilaklarni yangilash degan turda bor. Biz bu usulni mushturni tanlayotgandan keyin cho'rin qilib muqimlashtiramiz. Bunda qilsak, bekitimizdagi qoldiqlar tozalanib, bekitimiz yangi bir holatga o'tadi. Odatda ko'pincha qisturma qachilgan, uslub qachilgan va yoki boshqa bekatdagi sistem bir o'zgarish kirgizgan holatda chuqur mushu bir iqtidorni ishlatib o'tgandan keyin andan bekitimiz normallashadi. Yoki shuning unumini ko'ra olamiz degan gap. Bunimi to'g'risida egallab qo'yish tegishli bilim. Maqtam darsimiz shagichi bo'lsin. Xayr xo'sh.